Havoriylarni mana 12 tasi iymon keltirdi. Eslasanglar, dasturxon egasi haqida gapirgandik, Musa alayhisalom qissasida. Va yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab innal munafiqina fi darkil asfal minan nar dan oyatlarda keldi. Qiyomat qoyim bo'lganda Fir'avn xonadonini azobda eng qattig'iga kirgizinglar deydi Alloh taolo. Boshqa oyatda albatta munofiqlar jahannamning eng ko'pida azoblanadi deydi. Hadisda keladi, jahannamdagi eng qattiq azob Fir'avn oilasiga, munofiqlarga va dasturxon egalariga beriladi deyiladi. Xuddi kecha aytganimizdagi bu dasturxon egalari to'g'risida vaqtda o'shiga e'tibor beringlar, birodarlar. Shu 12 ta iymon keltirgan havoriylar iymon keltirdi, lekin baribir qalbida taraddud, ozgina shak borligidan aytadiki: "Ey Iso, seni Robbing bizga osmondan dasturxon tushirib bera oladimi?" Moida surasi bor. Moida degani shu dasturxon degani. "Iz qolat va iz awhaytu ila al-hawariyina an aminu bi va bi rasuli qalu amanna washhad bi anna muslimun iz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alayna ma'idatan minas sama?" Parvardigoring osmondan bizga dasturxon tushirib oladimi? Qalu taqulloha in kuntum mu'minin. Agar Allohga iymon keltirgan bo'lsanglar, qo'rqinglar bu gapni gapirgani. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lamu an qad sadaqtana wa na'lamu anna sadaqtana wa nakuna 'alayha minash shahidin. Iymon keltirdik, lekin qalbimiz taskin topsin, ini ozgina yeylik. Alloh taologa Iso alayhisalom bir qalin dag'al bo'lgan, jundan bo'lgan kiyimlarni kiyib o'zini xor tutdi. Alloh taologa iltijo qildi va so'radi. Va qala Isa ibn Maryam Allohumma robbana anzil alayna ma'idatan minas sama takunu lana 'idan va li awwalina va akhirina. Parvardigor, bizni avvalgi oxirlarimizga bayram, Eid bo'lishi uchun osmondan bir dasturxon tushirgin dedi. Birodarlar, dasturxon tushgan ekan, o'tirib yegan ekan, baxrayib turib kofir bo'lishavergan ekan. Biz kulmaylik, yig'laylik bunga. Qanday bir badbaxt odamlarki, yeb, ko'rib, ta'mini totib turib ham yana kofir bo'lib turavergan. O'shalardan qilib bo'lmaganiga yig'laylik, birodarlar, xursand bo'lganimizdan. Bu qissalardan oladigan xulosamiz shu. قال الله إني منزلها عليكم فمن كفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. Dasturxonni tushiraman deb Alloh taolo. Dasturxonda tushganiga guvoh bo'lib turib, bundan yeb turib, yana kofir bo'lganlarni butun olamlar ichida hech kimni azoblamagan azobim bilan azoblayman dedi. Ular qarab turishdi, osmondan tuzalgan dasturxon jannatdan yerga tushdi, birodarlar. Hamma yemoq-ichmog'i bor edi. Rivoyatlarda keladi, butun ana shu shahardagi Banu Isroilda hammasini chaqirishdi. Butun shahar o'tirib yeyishdi. Lekin 12 tadan oshiqcha ziyoda bo'lmadi iymon keltirgan inson. Bu mo'jiza bir ko'rib qo'yib turib ko'zda bog'lashlik emas edi. Bu materialni his qilishdi. Ushab ko'rishdi mevani, yeb ko'rdi, qonni to'ydi, qonni ichdi. Demak, rost ekan, shunda ham iymon keltirish olmadi, birodar. Dasturxon egalari mana shular. Allohga tushirgan dasturxondan yeb turib, kofir bo'lib, jahannamda eng tubiga tushadiganlar. O'sha paytda ham yaratib qo'ymaganiga Allohga hamd sanolar bo'lsin. Bu qissalarda nima o'rganamiz, birodarlar? Ko'ngil xushlikami? Ibrat olishlik uchun.